Amerikada 20 yoshli bola oyiga $5000 pul ishlaydi. Lekin bizda 20 yoshli bola hali ham diplom olishini kutadi. Shaxsiy shakllanishi deyiladi bu narsa. Ya'niki Amerikada ular yoshligidan 15 yoshidan 16 yoshidan ularga shaxsdek qaraladi. Ya'niki unga sen meni farzandimsan, sen meni aytganimni qilasan deb emas, balki ularning fikrini inobatga olib, ular xohlayotgan narsa, ularning qobiliyati, hamma narsasini o'rganib, ularga ota-onasi to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Trend bo'lgani uchun emas, ko'p pul topish uchun emas, yoki bir qanaqadir soha uchun emas, yoki birovning manfaati uchun emas, balki shaxsiy. Shu insonni har bir insonga shaxs deb qarab, farzandni shaxsiyatini shakllanishi ularda oldinroq O'zbekistonga nisbatan. Biz nima qilamiz? Biz olamizda 17 yoshga kirgan maktab o'quvchimizga san deymiz, bugun deymiz, narxozga kirasan deymiz. Balki bu bolada matematika sohasidan yoki hisob kitobda umuman yo'q, balki u gumanitar sohalarni yaxshi ko'radi. Biz uni qarab o'tirmaymiz. San deymiz, bugun yuridический kirasan, prokuror bo'lishing kerak deymiz. Mana shu bizning muammo.